Assalomu alaykum hammaga. Bugun Abdulazizjon ukamizni ochilish bayramiga mana shunday xonadonni katta bayram qilib o'z egalariga topshiryapti. Ishlaringizga omad. Rahmat. Bunaqangi bayramlardan juda ko'p bo'lsin. Rahmat. Minglab, millionlab odamlarning ishonchidan qolmang. Ota-onangiz duo qilib turganday, ota-onangiz Xudodan so'ragandan ziyod bo'ling ilohim. Shu vatanga, shu yurtimizga ilohim eng kerakli, eng zo'r quruvchi bo'ling. Bu qurilishni sotish, hammasini nima deydi, sotyapman deyish oson, mana bunday egalariga topshirish juda qiyin. Sizga omad. Abdulazizjon otalari bir yaxshi gapni aytuvdi. Havas qildim. Xudo xohlasa bizlar bundan katta qilamiz deb, ilohim ziyodi bo'libdi. Bundan ham zo'r bo'laversin. Chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Abdulazizjon, muborak bo'lsin. O'zimizda bo'lgandek xursandmiz. Alloh rizqingizni keng, hamisha yaxshilarga. Ilohim aka, yana yillarga sizni ham qurilish ishlariga topshirish nasib qilsin aka. Anvarjonda hamma yaxshi ezgu niyatlariga Alloh osonlik bilan yetkazsin. Hamisha yuz yorug' bo'lsin. Bugundan-da keyingisini bundan-da go'zal qilib topshirdik. Rahmat aka. Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Bugungi shunaqa chiroyli kunlaringizni tabriklayman. Rahmat aka. Bunaqa loyihalarni ko'pini topshiring. Anvar akam ustozimiz yaxshi niyat qildik, ustozlarimiz. Ilohim bundan ham ko'p loyihalarni topshirib, xalqni ishonchiga qozonib, Xudo xohlasa katta loyihalarni qilish nasib qilsin. Rahmat aka. Rahmat Sog' sizga. bo'ling, rahmat. Allohdan so'raymiz, keyingi yilga shu paytga Qo'qonim loyihasini Xudo xohlasa aka. Rahmat. Alloh taolo hammamizni boshlayotgan shu xalqimiz, millatimiz oldida qilayotgan ishlarimizni halol, pok, chiroyli, yuzimizni yorug' qilib bitirishga o'zi kuch-quvvat bersin. Hammamiz o'ylagan maqsadimiz, farzandlarimiz baxtli, saodatli ishlarimizga o'zi barakot bersin.